Men ham bir paytlar gladiator edim. Ha. Eng yaxshi davringda meni yengarmiding? Seni bu ahvolingda hozir ham yenga olaman. Lekin baxtingga men qilichni tashlaganman. Endi jon olmay faqat saqlab qolaman. Ha, shunday. Nima uchun bunchalar o'zgarib ketding? Foniy dunyoda nima qilsak ham barchasi boqiy dunyoda aks sado berar ekan. Bu so'zlarni avval ham eshitgandekman. Chunki mening so'zlarim emas, bir gladiator suyaklari ustidagi qabr toshiga yozib qo'yilgan. Mening qahramonim shayton nafasini his qilyapti. Mening qahramonim. Olomonni eshitdingmi? Olomonni eshitdingmi? Senda nimadir bor. Buni darrov ko'rdim. Rostmi? Ha? Yunonlar buni Timus deb atagan. Ruh. G'azab. G'azab seni istedoding. Buyuk Akillesga o'xshab. Uni so'ndirib qo'yma. U seni buyuklikka yetaklaydi. Mening qahramonim.